Tadbirkorlar biznesini ochadi-yu, lekin biznesini o'ldiradigan ba'zi bir harakatlar qilishadi. Birinchisi, bu to'g'ri kelmagan ishchini olib o'tirish. Nimaga buni yolladi desam, eng yaxshisi shu edi deyshadi. Hozir bo'shataversam, yana boshqasini qidirish kerak edi, undan ko'ra shu ishlab turaversin deydi. Lekin o'rtoqlar bu bizneslarni rivojlanishiga, yuqori bosqichlarga olib chiqishiga olib kelmaydi. Shuning uchun maksimal darajada bilimi, ko'nikmasi va tajribasi bor bo'lgan insonlarni topishga harakat qilinglar. Zo'r xodimlarni xohlasanglar, eng birinchi navbatda siz zo'r rahbar bo'lishingiz kerak, zo'r lider bo'lishingiz kerak. Siz o'zingiz ishlashingiz mumkin, lekin sheriklaringiz ishlamasligi mumkin. Mana bu katastrofa. Chunki biz sheriklikka ko'pincha og'aynilarimizni olamiz. 90% odam gapirolmaydi, o'rtoqlar. Bu real problema. Va uchinchisi, o'smagan lider va rahbardan xodimlar qiynaladi, o'rtoqlar. Buvshu xodim sifatida va o'sha bo'lgan rahbar sifatida 100% bilaman. O'smayotgan, o'zini ustida ishlamayotgan lider oldiga keling, mana bunaqa qilinglar, siz nima balolang gapirasizlar, boshimni qotirmalaring deydi shunaqa lider. Shuning uchun doim rahbarlar o'zini ustida ishlashi shart hozirgi zamonda.